Ipak Yo'li bank katta tajriba va merosga ega. Biz 35 yildan beri bank xizmatlarini har bir inson uchun yaqinlashtirmoqdamiz. Xalqaro pul o'tkazmalari, kredit mahsulotlari va odamlarning kundalik hayotini o'zgartirgan ilk kartalar. Bugun bank yangi darajaga, yangi maqsadlarga va yangi marralarga yo'l olmoqda. Va bu maqsadlar tobora ulkanlashib bormoqda. Bu esa shuni anglatadiki, O'zbekistonning ambitsiyalariga mos kelish uchun brendimiz ham o'sishi kerak. Biz o'tmishdan voz kechmayapmiz, balki uni kuchaytirmoqdamiz. Bankning dinamik xarakteri endi har tomonlama namoyon. Mijozlarimiz ambitsiyalarni, ularning shaxsiy va biznes maqsadlarini, innovatsiyalar va barqarorlikka bo'lgan intilishlarini qo'llab-quvvatlashda. Yangi uslubda, yangi ovozimizda, yangi mahsulotlarimizda. Yangi brend bankning nafaqat mahalliy iqtisodiyotni kuchaytira oladigan, balki xalqaro moliyaviy olamda o'z roliga ega bo'ladigan institut mavqeini kuchaytirib beradi. Biz yanada kattaroq o'zgarishlar, kattaroq vazifalar va kattaroq g'alabalar arafasida turibmiz. Ipak Yo'li bank katta maqsadlar sari.